Shu mashindan nech pullaysiz? 35 deyapman, siz so'rang. Ya kelishtiravering. Ko'nglim o'tdi. Generalni chiqartgan bo'lsa bir guring aytaman. Nomardni gapirmadingiz. Avvalo rahmat. Ismingiz nima edi? Javlon. Nomard so'ramayman. Mard so'rayman. Mard gapirganga mard so'rayman. Buldaki sal xayrini salqinroqqa. Qo'rqitmay qiladi. Ya boshim hali rostda mana o'zim. Ha. Arqa tomonlarga o'tib turing. Mashina degasiz, arqa tomondan keyin video tushkisi kelmasa ham. Kelaman. Parol qilib qo'ying. Belingga bitta uraman, berasan men. Yaqinlik bozorda-ku. Ha, o'sha juda uyalchang ekan. Bo'ladi, saylar generalni chiqsa, ochiq guring 27 millionga qolsan olaman. Mayda chuylar qilmadim. Yo, normalni gapirganingizga normalni so'radim mana. 27 million bo'lsa qolsin dedim. 30 ga tortmaydi lekin. 30 lik mashina emas. Motorlari qanday? Yog' yemaydimi? Voy, mana bitta ibratli gap ekan. Pulsiz erkakni faqat onasi sevadi. Ha, lekin. Kim yozgan buni? Chiroyli ana ekan. Ibora. Hayotga to'g'ri keladigan narsa ekan. Orqasidan toch oling-da do'stim. Bo'ldi, olaman, bo'ldi. Tushib ko'rmam. 30 mi? Yo'q, aka. Men ko'p kishini mashinadan pul qidiraydim, topdim hozir. To'playmiz, nech pul ekan? 33 million chiqmaydi javobi. Ha, bo'ldi. Mang 30 mi? Hozir 11 millionni berar ekanman deyman. Men pulingizni qani mashinada sevib qo'yaman. Qo'ydim pullaringizni yigitlar. Ha, ko'rinib turadi. Orqasiga pul bor ekan, dars olmayman 30 degan payti. 11 million ekan. Ha, men. Akalar, nech pul qilib berasizlar? Realni ko'ring. Bo'layotgan bo'lsa, bo'layotganini ko'raylik. 30 ololmayman. Chin aka. O'zini pulab beraman bir mashinada. Chunki barter degandan keyin qarang, barter desa, har doim hamma shu narsa o'tadi. Siz menga kirib barter dedingiz-ki, keyin men o'yindan taqqillatimda o'zini pulab beringlar dedim. Barter degan gapi bor edi ichida. Chunki men bu mashinadan 1 million yesam, menga undan 1 million yeyishim shart emas. Bir kishidan bir marta foydalanaman, tushundingiz? Bir marta pul olaman 1 million. Men mashinani olsam ham yo mendan u mashina olsam ham bir marta yetadi menga. Men bunday qilib og'iz yirtib qo'yish shart emas-da. Do'stingiz rozi bo'ldi. 29 million naqd pulga. Barakami? 29 million, 500. 29 million naqd pulga rozi bo'ldilar. Baraka. Endi uyga tushib olaman, o'z boshiga faqatlashib qo'ydingiz. Instagramga var bir narsa yozishadi-da, ichkari savdosini qilib chiqdim deymanki, egasi ham shunday o'tiradi. Keyin o'sha payt aytishadi, "Ega o'zi bilan savdoni qo'ying baribir" deb. Obzorni aytib ketaman, akalar ko'ringlar. Kimgadir Nexia 2 kerak bo'lsa ko'rsin. Motor, hadovoy, korobkasi yaxshi deyaptilar. 2013 1.6 Nexia 2. 14 kuzib ekan, lekin texpasporti 13. Xo'p, radnoy joyi sanagan yaxshiroq ekan. Tomi radnoy, eshikni tepalari radnoy, stekalari radnoy. Arqa kapotni tepasi radnoy, pastki kraskasi bor. Qolgan joyi eng rasli bo'lgan. Usilitr o'ziniki, arqa kapot